2008-yilgi iqtisodiy inqirozda dunyo 22 trillion dollar yo'qotdi. 8 million odam ishidan ayrildi, 6 million odam uysiz qoldi. Iqtisodiy inqirozlarda jamiyatning juda katta qismi zarar ko'radi. 95-98% odam pul yo'qotadi. Lekin bu yerda ayrim tabaqalar, ayrim vakillar juda katta miqdorda foyda ko'radi. Masalan, bir o'ylab ko'ring. 2008-yildagi 22 trillion dollar qayerga ketdi? Nimaga iqtisodiy inqirozlarda ma'lum bir tabaqa vakillari juda ham boyib ketyapti? Qolganlar pul yo'qotadi. Iqtisodiy inqirozlar shunchaki paydo bo'lib qoladimi yoki bu narsa ham uyushtiriladimi? Va birinchi iqtisodiy inqiroz qachon va qanday bo'lgan? Va nimaga barcha davrlarda bu narsa takrorlanyapti iqtisodiy inqirozlar? Va bularning tizimi bir xil strukturada. Va har safar ko'proq odam ishonadi, ko'proq odam pul tikadi va ko'proq odam pul yo'qotadi. Bu qanaqa tizim? Bugun moliyaviy pufaklar qanday yaratiladi? Qanday qilib unga hamma kirib qoladi? Qanday qilib narxlar bunchalik tez o'sib ketadi va qachon portlashi mumkin? Va keyingi yaqinlashib kelayotgan moliyaviy pufak haqida gaplashamiz. Ya'ni hozir biz yashab turibmiz va bu pufak ham shakllanib bormoqda. Ya'ni keyingi kelayotgan iqtisodiy inqiroz, jahon iqtisodiy inqirozi nimada bo'lishi mumkin? Buni asoslari, sabablari hozir hayotimizda bormi, yo'qmi? Shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi moliyaviy pufak yoki birinchi iqtisodiy inqiroz, katta miqyosdagi iqtisodiy inqiroz bu Gollandiyada sodir bo'ldi. 17-asrda. Xo'sh, nimaga aynan Gollandiyada? Chunki bu davrda 17-asr Gollandiyaning oltin asri edi. Gollandiya flot bo'yicha eng kuchli flotlari bor edi, savdo kemalari bor edi. Va Gollandiya Hindistondan ziravorlar olib kelinardi. Gollandiya savdo bo'yicha dunyoning eng kuchli davlati edi. Iqtisodiy jihatdan o'z davrining eng kuchli davlati edi. Va bu davrga kelib Gollandiyada birinchi bu bank ochildi. Amsterdam banki. Bu davrga kelib bank kredit berishni boshladi. Birinchilardan bo'lib. Bu davrga kelib dunyoda birinchi marta birja ochildi. Ya'ni Amsterdam birjasi. Va birinchi kompaniya 1602-yilda Ost India kompaniyasining aksiyalari birjaga chiqdi. Bu davrga kelib dunyoda birinchi marta oddiy yashagan hunarmand, oddiy ishchi millioner bo'lishi mumkin edi. Ya'ni kelayotgan ziravorga, kemalarga pul tikish orqali, kelayotgan mahsulotga sherik bo'lish orqali oddiy hunarmand, oddiy ishchi yoki dehqon boyib ketishi mumkin edi. Agar kema kelsa, agar kema kela olmay qoladigan bo'lsa, bor pulidan ayrilishi mumkin edi. Ya'ni tikkan puldan ayrilishi mumkin edi. Shunday qilib, Gollandiya bu davrda o'zining oltin davrida yashardi. Aholisi qolgan Yevropa davlatlariga qaraganda kun kechirish uchun ishlamasdi. Chunki aholi boy yashardi. Aholi asosan boyligini ko'rsatish uchun, tezroq boy bo'lish uchun harakat qilardi. Tezroq va hozir boy bo'lish uchun. Va hamma har xil yo'llarni qidirishardi. Va bu davrda bir muammo bor edi. Ya'ni odamlar haqiqiy boyligini ko'rsatishni juda ham xohlashardi. Lekin ularda boyligini ko'rsatadigan bir resurs yetishmasdi. Masalan, tilla yoki qimmatbaho taqinchoqlar. Bu hammada bor edi. Savdo yaxshi bo'lganligi sababli, aholi boy yashaganligi sababli tilla hammada bor edi. Katta uy yoki qasrlar, juda katta yerlar sotib olish imkoniyati yo'q edi. Sababi Gollandiya Yevropada juda kichik davlat edi. Juda katta yerlar sotib olish imkoniyati yo'q edi. Va shu sababli odamlarga status
beradigan unvon yetishmasdi, unsur yetishmasdi. Va bu ham 1600-yillarda topildi. Bu oddiy bir gul edi. Ya'ni lola guli. Nimaga aynan lola? Sababi lola Yevropa guli emas. Ya'ni butun boshli Yevropada bunaqa gul topishni iloji yo'q edi. Lola Yevropada yetishtirilmasdi. Lola faqatgina Markaziy Osiyodan, Pomir tog'laridan, Tian-Shan tog'laridan kelgan va Usmonlilar imperiyasida saroylarda yetishtiriladigan gul edi. Ya'ni o'sha paytda Yevropada parniklar yetishtirish iloji yo'q edi va faqatgina Usmonlilar imperiyasida saroylarda yetishtirilardi. Va imperatorlar ham bu gulga juda ham mehribon edilar. Yani hurmati baland edi. Va ma'lum bir davrda Usmonlilar imperiyasida lola davri deb nomlangan. Ya'ni bu gulni qadri Usmonlilar imperiyasida ham ancha baland bo'lgandi. Va birinchi bo'lib Gollandiyaga bu gulni olib kelishdi. Olib kelganlardan maqsad botanika ilmiy ishlari uchun yoki o'ta aristokrat oilalar o'z hovlilariga chiroy bag'ishlash uchun qo'yishardi. Va bu narsa Gollandiya aristokrat elita qatlamiga juda ham yoqdi. Chunki butun boshli Yevropada yo'q gul edi. Bu gulning hurmati ancha baland edi. Hatto ko'p yetishtiriladigan Turkiyada ham, ya'ni Usmonlilar imperiyasida ham. Va bu narsa aristokrat oilalar orasida keng tarqalishni boshladi. Va bularning har xil navlari paydo bo'la boshladi. Ularning orasidan eng qimmat navi Semper Angus edi. Ya'ni buning o'sha davrdagi ma'nosi doimo buyuk deb nomlangan gul edi. Va buning narxi, bir dona lolaning narxi 10.000 o'sha davrdagi Amsterdam puli, ya'ni gulden edi. 10.000 gulden. Bir dona lola gulining narxi. O'sha davrda bir o'rta tabaqada yashaydigan oila bir yilda, masalan, u hunarmand bo'lishi mumkin, dehqon bo'lishi mumkin, o'rta qatlamda yashaydigan aholi bir yillik daromadi 300 gulden edi. Endi bir tasavvur qiling. Bir hunarmand bo'lishi mumkin, bir yillik daromadi 300 gulden. Ya'ni bitta lola sotib olish uchun u 30 yil ishlash kerak edi. Yemasdan, ichmasdan yoki boshqa bir xarajat qilmasdan. Va bu davrga kelib Amsterdam markazidagi uyning narxi 8000 gulden edi. Ya'ni bu degani elitalar orasida tarqalgandan keyin, elitalar buni juda ham yaxshi kutib olgandan keyin, bu narsa status maqomiga chiqqandan keyin bir dona gulning narxi bu Amsterdam markazida joylashgan katta bog'i bor, otxonasi bor va xizmatkorlari bilan qo'shib hisoblagandagi uyning narxiga teng edi. Va endi bu o'yinga savdogarlar qo'shilishni boshladi. Ya'ni qarayapti, gul juda ko'pchilikka kerak. Va bunga savdogarlar qo'shiladi. Va savdogarlar Turkiyadan, Usmonlilar imperiyasidan gulni olib kelishadi. Va savdolar juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni olib kelgan gulni 10 barobar, 20, 30, 50 barobar qimmatga sotishni boshlashadi. Va bu narsa hikoya tariqasida tarqalishni boshlaydi. Ya'ni bir savdogar olib kelgan tovari 50 barobar qimmatga sotildi. Va buni eshitgandan keyin gulga talab yana ham oshadi. Buni oqibatida narxlar yana ham ko'tariladi. Va yana yangi bir hikoya chiqadi, chunki narx ko'tarildi. Yana kimdir olgan bo'lsa, u yana ham qimmatroq sotgan bo'lishi mumkin. Va yana yangi hikoyalar bo'lib, domino effekti ishga tushib ketadi. Ya'ni har xil hikoyalar orqali bu narsa ishga tushadi. Endi bozorga o'rta sinf vakillari ham kirishni boshlaydi. Bu hunarmand bo'lishi mumkin, dehqon bo'lishi mumkin, o'sha davrdagi savdogarlar va boshqa xizmat egalari, sohiblari ham lola biznesiga kirishni boshlashadi.
ularning maqsadi estetika emasdi. Ularning maqsadi gulning chiroyi yoki e, ya'ni gul chiroyi emas edi. Ularning maqsadi pul. Bu investitsiya sifatida ko'rilish boshlandi. Va gullarga talab yana ham oshib ketdi. Endi hattoki hunarmandlar o'z asbob-uskunalarini sotib, yana qo'shimchasiga kredit olib gul olishni boshlashdi. 15 yillik, 20 yillik mehnatlarini sotib, ya'ni evaziga kredit olib, barchasiga bir dona gul olishni boshlashdi. Lekin bir muammo bor edi. Bu davrda lolalar mavsumiy yetishtirilardi. Ya'ni masalan faqat bahorda gullardi. Lekin qishda, kuzda qanday qilib buni olib chiqish mumkin, savdo qilish mumkin? Lekin bu davrda Gollandiyada talab juda ham yuqori, lekin gul yo'q. Bunda nima qilishdi? Yangi bir moliyaviy instrument kirib keldi. Ya'ni futureslar. Futures bu nima degani? Futures bu hali yo'q mahsulotni sotish degani. Masalan, bu dehqon bilan oddiy sotuvchi o'rtasida savdo tuziladi. Masalan, men 1 tonna bug'doyni sendan sotib olmoqchiman deyiladi dehqonga. Dehqon nima qiladi? Savdolashiladi. Ya'ni narxni hozir belgilanadi. 1 yildan keyingi ishlab chiqariladigan mahsulot uchun. Va savdolashiladi, pul beriladi va bundan dehqonga nima foyda? Dehqon 1 yildan keyingi yetishtirib chiqariladigan mahsulot uchun xaridor aniq. Sota olishi aniq, ya'ni ikkilanmaydi. Oluvchi esa arzonroq narxdan sotib oladi. Bu ikki tomonlama shartnoma bo'ladi. Bu hozir ham bor va ancha ishlov berilgan, lekin o'sha paytda hech qanaqa qonunlarga asoslanmagan edi. Xullas, futuresga qaytadigan bo'lsak, odamlar hali yo'q gulni sotishni boshlashdi. Va bu shartnomalar bir necha odamlarning qo'ldan qo'liga o'tdi. Ya'ni birinchi bo'lib men shartnoma qilgan bo'lsam, hali yetishtirib chiqmagan gul uchun, yer tagidagi gul uchun men shartnoma qildim. 10 ta gulni ma'lum bir miqdorda kelishdim. Va bu kelishuvni hali gul chiqmasdan turib, menda 10 ta gulga shartnoma bor. Kim qimmatroq oladi? Kimni taklif qiladigan bo'lsa, unga sotdim. U boshqasiga sotdi. Ya'ni shu narsa shartnomani o'zi o'nlab odamlar qo'lida almashdi. Bu degani o'nlab marta qimmatlashdi degani. Va endi bozorga o'rta sinf vakillari emas, pastki sinf vakillari ham qo'shila boshladi. Ya'ni oddiy ishchilar bo'lishi mumkin, xizmatkorlar ham qo'shila boshladi. Ya'ni barcha turdagi tabaqa vakillari qo'shilishdi. Ular kredit olib bo'lishi mumkin yoki gulning arzonroq turlarini olish orqali bo'lishi mumkin. Jamiyatning barcha a'zolari bu gul biznesiga qo'shilishdi. Bunga sabab nima? Bunga 3 ta psixologik sabab bor. Birinchisi ommaga ergashish. Chunki bu ishda hamma qilyapti, hamma foyda olyapti. Men qolib ketamanmi? Qo'shnim foyda qilyapti, do'stim foyda qilyapti. Misol uchun har xil hikoyalar aytilashadi. Qo'shnisi 5000 guldan foyda qildi. Ya'ni bu bir necha yillik mehnatdan ham ko'proq foyda qildi bitta gul sotish orqali. Xo'sh, va keyin o'ylaydi, nimaga men qila olmayman? Va keyingi bo'ladigan shans bilan, misol uchun shans bo'ladigan bo'lsa, gul olishga aniq olinadi. Ya'ni birinchisi ommaga ergashish. Hamma qilyaptimi? Demak bu to'g'ri. Ikkinchisi FOMO, ya'ni imkoniyatni yo'qotishdan qo'rquv. Agar hozir men qila olmaydigan bo'lsam, ertaga yana ham qimmatlashib ketadi. Men boy bo'la olmay qolishim mumkin, foyda qila olmay qolishim mumkin degan narsa. Uchinchisi o'ziga ortiqcha ishonish. Ya'ni bu hunarmand bo'lishi mumkin, buni kasb bo'lmasligi mumkin, yoki savdo yoki bog'bonchilik. Lekin men buni bilaman, men buni qila olaman degan narsaga ishonish. Ya'ni o'ziga ortiqcha baho berish. Va bu narsa juda ham yaxshi o'xshardi. Bunga sabab narxlar ko'tarilayotgan edi. Gulni narxi ko'tarilishiga sabab nima edi? Gulning narxi ko'tarilishiga sabab odamlar gulning narxining o'sishiga aniq ishonishardi. Ya'ni bu mantiqdan tashqari narsa bo'lib ketgandi. Va shu paytga kelib har xil hikoya tarqalish boshlaydi.
Ya'ni bu narsa aniq bo'lgan yoki bo'lmaganligi noaniq, lekin bir ertaga aytiladi. Bir katta kema Hindistondan to'la ziravorlar bilan keladi. Ya'ni u Hindistondan kelyapti va savdogarni kutib olayotgan odam ovqat bilan keladi va stol ustiga ovqat va bitta piyozcha qo'yib ketadi. Kema egasi keladi, ovqatini yeydi va piyozdan ham tishlab yeb ko'radi. Lekin u oddiy piyoz emasdi. U lola gulining piyozi edi va o'sha Semper Augustus lolasi edi. Bu paytga kelib o'sha bir donagina lolaning narxi butun boshli kema va uning tovarlaridan ko'ra qimmatroq edi. Ya'ni bu narsa aniq bo'lgan bo'lmaganligi fakt emas, lekin shunaqa ertaklar bo'lishgan o'sha paytda. Xullas, shu tarzda davom etib ketadi. Ya'ni jamiyatning barcha a'zolari qo'shilishdi, narxlar ko'tarilib ketyapti. 2 oyda 25 barobar ko'tariladi narxlar va 1637-yil 5-fevralga kelib bir narsa sodir bo'ladi. Endi lola olayotganda auksion tarzida o'tkazilgan. Ya'ni lolani kim oladi? Men olaman. Kim qimmatroq oladi? Mana shunaqa qilib o'tkazilgan. Va o'sha kuni yangi bir lola navi bo'ladi. Va bunga narx belgilanadi va auksion boshlanadi. Kim oladi? Hech kim olmaydi. Ikkinchi marta so'radi. Hamma jim. Va uchinchi marta so'raladi. Narx 3 marta tushiriladi. Hech kim olmaydi. Va shundan keyin boshlanadi. O'sha yerda ishtirok etganlar o'ylaydi, chunki hammada endi lola bor. Bozor yetarlicha yoki yetarligidan ortiqcha to'yinib bo'lgan. Chunki hali ishlab chiqarilmagan lolalar ham sotib bo'lingan o'zi. Endi o'sha yerda o'ylab qoladi, agar lolaning narxi shu payt 3 marta tushib ketdi. Demak, lolaning narxi tushishi mumkin, sotishim kerak degan narsa boshlanadi. Va bu narsa juda tez tarqaladi. Va lolaning narxi o'sishida eng katta ta'sir qilgan hikoyalar tushishida bundan 2 barobar tez harakat qiladi. Sababi odam yo'qotishdan qo'rqqanda 2 barobar tezroq harakat qiladi. Qo'rquv kuchliroq bo'ladi. Endi hamma sotishni boshlaydi lolani, chunki narxlar tushyapti. Oladigan odam yo'q. Hamma sotishni boshlaydi, lekin bitta muammo bor. Endi oladigan odam yo'q. Chunki hammada lola bor. Va bir haftaning ichida lola narxi 95% ga tushib ketadi. Ya'ni tuzilgan futures kontraktlari bekor qilinadi. Ya'ni 1 yildan keyin to'lov qilish kerak edi. Bu kelishuv qilingan. Lekin lola narxi endi unaqa narxda emas. Va bunga Gollandiya hukumati aralashadi va sudlar to'lib ketganda qarzliklardan, kreditlardan va o'sha shartnomani bekor qilish hujjatlaridan. Va Gollandiya hukumati qaror chiqaradiki, future shartnomalari bekor qilinadi. Lekin bu narsa ham iqtisodiy inqiroz to'xtatib tura olmaydi. Kechagina millioner bo'lgan, o'ta boy yashagan dehqon yoki aristokrat oilalar bir haftadan keyin ko'chada qoladi. Uysiz, ishsiz, hech narsasiz. Xo'sh, endi bu narsa dunyoning birinchi katta iqtisodiy inqirozi bo'lgan ekan. Ya'ni bu qanday boshlandi? Qanday qilib kattalashdi? Ya'ni jamiyatning barcha a'zolari qo'shildi bunga va qanday portlashini ko'rdik.